Aziz vatandoshlarim, aziz tildoshlarim, bu video mani hurmatli Qilich Arsalo ustodimiz janoblari diqqatiga. Ustod, agar shu suhbatingizdan oldin meni yonimda shunday bir siz to'g'ringizda qazoat bor ediki, ofarin bu o'zbek bo'limini ustodlariga Abatullo Yaqub o'g'lidek jasoratli, g'ayur, mardona yigitlar, muassillar, o'quvchilar tarbiya qilibdilarki, bular o'z qadriyatlariga ega, bular o'zini farhangiga sohib chiqadigan va bular ustiga zulm bo'lganda zulmni muqobiliga tamkinu jim turishni tarjih bermay, jasorat bilan zolimni muqobiliga o'z so'zini olib qolmaydi, aytadi deb sizni taqdir qilmoqchi edim. Ammo siz o'ltirib turib Abatulloni yo Yaqub o'g'li aziz ukamizni himoyat qilishni o'rniga, ularni taqdir qilishni o'rniga siz chiqib bu javonni ayblayotibsiz, bu javonni malomat qilayotibsiz va bu javonga og'ir ittihamlar bog'layotibsiz. Kes bilmadim nima qilmoqchi. Bu kes qilarday qaysi bizdaday vazoratmi, vakolatmi, qaysi katta mansabda ishlab joni riskdami? Bunga o'xshagan javonlar ro'zona kunlik yuzlarcha Pokiston ketyapti, Iron ketyapti, Turkiya kelyapti, Avrupa ketyapti. Istasa Yaqub o'g'li ham ketib biladi. Unga kes taylamoq bu narsalarni bu kes taylashiga bu Mulla Nadimni qachon kelar ekan mo'tarini damiga kuloq kiyib o'ltiray tushib mani bir shapot ursin, so'raman kesim bo'ladi deb shu mantiqqa durustmi? Do'mi degan shu gapni o'sha qilibdi. Fikr qiling, sizni bitta o'sha Aybatullo sizni bir shunday xudoy naxosta to'rttani yoniga haqorat qilsa, to'rttani yoniga sizni izzatingizni, sharafingizni oyoq osti qilsa, siz jim turamidingiz? To'g'riki siz qizil qalpoq kiyasiz, xayr ko'ring, biz uni sevamiz. Vali sizni muqobilingizga qizil qalpoqqa agar bir kichkinagina xiyonat ham qilsa, sizni yana shu quvvatlatgan, sizni keyiningizdan himoyat qiladigan mana shu yigitlar o'sha o'zbek bo'limidagi, turkman bo'limidagi, turkolojidagi o'zingiz tildoshlaringiz, vatandoshlaringiz bo'lar edi. U uchun siz bularni ma'naviy otasi sifatida ustodi, siz o'zingizda avlodingizdan qiyos boring. O'z avlodingiz agar shunday bir holiga duchor kelganda yana avlodingizni olib kaltaklaymidingiz yo avlodingizdan difo qilib, o'zingizni o'g'lingizdan difo qilib boshqalarning qarshisiga turamidingiz? Bunday kunda men buni qaysi bir esosni bunda tarix omiz